Ilg'om 2 million 800, 3 million, 3 million 200, 3,5 ga ham to'qli bor. Aha. Lekin bu to'qlini ko'rsating. Qo'y bilan qo'yning farqi bor. Akalar, shoshilib olinglar. 100 bosh xudo olsa mana shunaqa dala to'qli qo'ylari yetib keldi. Bo'ylari 75 o'rtacha chiqadigan akalar o'zi tulaydigan sifatli joylardan so'raganlar uchun. Do'stlar, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga yetib kelganmiz. Quduq qishlog'ida Fattoh akamizni oldiga keldik akalar. Akalar, qo'ylarga bahosini berib qo'yamiz. Shunaqa akalar dala to'qli qo'ylaridan nasib bo'lsa reallik qo'y qilaman, qo'yni zo'rini qilaman-da, xudo olsa bir 8-9 millionga sotaman, kashdan baxmal qilib deydiganlar bo'lsa, arzonroq variantlardan keldi akalar. Akalar, qo'ylarni ko'rib olaveramiz. 100 bosh. Bular aka necha oylikdan necha oylikgacha bor? Ilg'om o'rtacha 10 oylik deb olaveraylik, 9 oydan 11 oygacha bo'lgan. Aha. O'rtacha 10 oylik to'qlilar hammasi. Yeb-ichlardan muammo yo'qmi aka? Yeb-ichdan 1 gram muammo yo'q, garantiyalari bor. Aha, ana. Ko'ra olaveramiz. Bo'ybaslarni aytib o'tdim, yeb-ichlardan xudo olsa muammo yo'q. Kelib bemalol akalar 5 dan 10 dan 15 dan nechta olaman desanglar ham, tayoq-taylariga bitta chiroyli narxda olib ketaversalar bo'ladi. Nech pul qilib beramiz narxini? Ilg'om shu YouTube'ga qo'ygan kanalingda shu 4,5 42 43 demaymiz, shu 4 million 100 dan dastavkasi bor 12 ta viloyatga 4 milliondan bo'lsa o'zlari olib ketishaversin. Akalar 4 million so'mdan olib ketaverasizlar. Xudo olsa 5 dan 10 dan 15 ta farqi yo'q. Tayoq-taylariga shu narx. Akalar, bemalol pastda akamiz nomerlarini qoldirib qo'yaman. Savdosini bitirib olsalar bo'ladi. Shoshilib qolinglar. Bor yo'g'i 100 bosh akalarim. Bir kishi ham olib ketishi mumkin akalar.